Grant ta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi Azimova Feruza Tahirovnaman. Men o'z kasbimni juda yaxshi ko'raman. Chunki o'zimni bolalarsiz tasavvur qila olmayman. Nima uchun? Chunki o'qituvchilik kasbi bu mashaqqatli deymiz. Yo'q, sharafli yoki bo'lmasam sabrli bo'lish ham kerak. Nima uchun? Chunki bolalarni ko'rganda kayfiyatim ko'tarilib ketadi. Birinchi bor bola shu maktabga qadam bosar ekan, ularni qo'llaridan tutib, ularga birinchi bo'lib o'sha qalamni ushatib, uni yozdirish, harflarini, ilmoqchalarini yozdirganda bir boshqacha bo'laman. Nima uchun? Chunki sizga bola boshqacha nazar bilan qaraydi-da. O'shaning uchun gohida ana o'sha bola o'qishni, yozishni bilganida yana bir bor quvonaman. Chunki ular bizning farzandlarimizdek bo'lib qolishadi-da. Sababi vaqti kelsa bu deb borishadi. Endi unda o'ylab qarasangiz, ozgina yoshlarimiz ham katta bo'lib qolganda. Shuning uchun xafa bo'lmayman hech qachon. Buving o'rgilsin deb qo'ysam, uzr ustoz, hali yoshsiz deb aytishadi, ko'nglimni ko'tarib. Ana shunaqa qilib biz bolalar bilan birgalikda ishlaymiz. Mana endi hozirgiga kelib, mana bu interfaol usullarda innovatsiya degan, kreativlik degan so'zlar keldi. Biz ham shu yoshimizga qaramasdan harakat qilamiz. Ijtimoiy tarmoq o'sha platformalarda kelayotgan har bir qiziqarli darslarni o'rganishga harakat qilaman. Shu darsga kirish oldidan ularga shu chiroyli birorta bir narsani, yaxshi metodni olib kiring, ularni xursand qiling deb o'z ustimda ishlayman. Mana ko'pinchalik hozir bilsangiz agar turli metodlar bor. Endi o'sha kichik guruhlarda ishlash yoki bo'lmasa ularga o'yin darslari orqali ana o'shanda nimani olamiz? Maqsad nima? Maqsadimiz bolalarni og'zaki nutqini oshirish, ularni do'stona munosabatga o'rgatish, ularni bir-birini tinglashni ham o'rgatishimiz kerak ekan. Shuning uchun har doim bolalarimiz bilan do'stona munosabatda ishlasak, albatta o'ylaymanki, manfaatli bo'ladi va biza kutgan o'sha yaxshi natijalarga erishishadi. Biza shu natijalardan xursand bo'lamiz. Shu o'quvchilarimizni yaxshi yutuqlarga erishganini ko'rsak, ko'nglim o'sha yosh boladek bo'ladi. Sababi ularni eshitamiz, tinglaymiz. Ularning xursandchiligidan xursand bo'lamiz. Gohida o'sha uydagi bo'lgan birorta bir hodisa bo'lsa, ota-onasiga aytmasligi mumkin, lekin ustoziga kelib bemalol ayta oladi. Men ularga tasalli beraman. Keyin bo'ldi ustoz, sizni tushundim deb xursand bo'lib yana darslariga qaytishadi. Boshlang'ich ta'limda agar bolaga mehr bermasangiz, undan hech narsa kuta olmaysiz. Sabab qaysidir bola yuqoriroq darajada biladi, qaysidir bola sal uyatchayroq bo'ladi. Ana o'shanda ham biza mehr berib, uni sabr bilan o'rgatib, unga mana har bitta berilayotgan darsliklarimizni to'g'ri tushuntirib, bolajonim, albatta siz bilasiz, siz buni tushunasiz desangiz, bola albatta bajaradi. Hozirgi kunga kelib bilsangiz agar shu kitobni oching, o'qing degan bilan ish bitmaydi. Sababi bolalarga o'sha mehr orqali she'rni chiroyli qilib o'qib berib, undan so'rasangiz, albatta sizga javob qaytaradi. O'sha she'rni ham o'z vaqtida yodlay oladi. O'sha berilgan vazifalaringizni bajara oladi o'z vaqtida. Agar siz uni urishib yoki turtkilab, yo'q, o'sha zahoti qotib qoladi. Siz ko'ziga yomon ko'rinib qolasiz. Shuning uchun nima uchun biz boshlang'ich sinf o'qituvchilarimiz? Chunki ularni to'g'ri yo'lga boshlab, mehr berib, sabr bilan ularni o'rgata olamiz. Kimdir savol berganda, ko'pchilik savol berishadi. Voy, sizga kerakmi? Shuncha bolani ichida o'tirasiz. Voy, nima zaril degan. Yo'q, men hech qachon afsuslanmayman. Sababi shu yillar davomida shu o'qitib kelayotgan shu o'quvchilarimni gohida turli joylarda ko'rib qolaman. Qayerga bormi? Doim yugurib yonimga kelishadi. Assalomu alaykum ustoz. Voy, kim edingiz deb savol beraman. Voy shu ustoz, voy bo'ldi sizni tanidim degan javoblarni olaman. Yo'q, hech qachon. Agar bilsangiz, agar dars jarayonida
jarayonlarimda birorta bir o'quvchi birorta bir fandan tushuna olmasa yoki bir qiynalsa, ishonsangiz kechasi bilan uyqum kelmaydi. Ertasi kuni kelib o'sha o'quvchimdan alohida so'rab, ko'nglim xotirjam bo'lib, keyin o'zimga ozgina xursand bo'lgandek bo'lib qolaman. Sinf xonasida asosan o'quvchilar gapirish kerak deb o'ylayman. Sababi biza boshlang'ich sinf o'qituvchilari yo'nalish beramiz. Mana hozir boya ham aytib o'tdim, kichik guruhlarda ishlash. O'sha kichik guruhlarga ishlashda vazifa berasiz. Ular birgalikda bajarishadi. Bilmagan o'quvchini ham birgalikda o'sha ishlashga majbur qilishadi. U bola ham xursand, bemalol o'zini og'zaki nutqini ham boyitadi, do'stona munosabat bo'ladi, bir-birligisi bilan juda ham yaxshi bir jamoa bo'lib olishadi-da. Mana o'sha tomonlari ham ancha boshlang'ich sinf o'qituvchining mahoratiga bog'liq deb o'ylayman. Hozirgi yosh ota-onalar ko'pinchalik uyda dars tayyorlatmaydi. Masalan, ulardan ham xafa emasman. Sababi uyligizda ishi ko'pdir, vaqti yo'qdir. Mayli, uni ham bir yo'lini topdim. Chunki ularga she'r yodlashni masalan ertasi kuni kirib mustahkamlashda so'rash uchun masalan nechta bola bo'lsa har bittasidan she'rni so'rashingiz kerak-da. Men aytamanki, yo'q, to'xtang. Uyga berib yuboraman, onlayn menga topshirasiz deyman. Masalan, allomalarimizdan Bobur Mirzo, Navoiy juda ham chiroyli ularning ruboiylarini, ularning g'azallarini eshitsangiz mazza qilasiz. Ana ularni beraman-da, onlayn jo'nating deyman. A'lo darajada jo'natishadi. Men o'zim kutmagan darajada jo'natishadi. Xo'p, nima qildim men? Ota-onani ishlatdim. Ota-ona bolani chiroyli qilib Navoiy ko'rinishga keltirdi, Bobur ko'rinishga keltirdi va ularning she'rini, g'azallarini nazorat qildi. Xo'p, ota-ona ishladimi? Albatta ishladi. Xafa bo'lmayman. Ana undan keyin kasb hunarga oid vazifa berdim. Ota-onalar shunaqangi zo'r ishlashgan, bir-biridan qolmaslikdan ishlashgan. Sababi ular gruppaga tashlashadi. Qarasaki, qaysidir o'quvchi kasb hunardan, hattoki tikuv mashinalarini shu nimasi yonida o'tirib tushgan, qaysidir o'quvchi arxitektorman deb g'ururlangan. Ota-ona qilyapti. Bu yerda men vazifa berdim, yo'nalish berdim, xolos. Ana qolgan ota-onalar ham harakatga tushib qoladi. Bolasini ulardan kam ko'rgisi kelmaydi. Shuning uchun ular albatta bolalarini she'rini yodlattirishadi. Ularni kiyintirishib, xuddi o'sha ko'rinishga keltirib, allomalarga va o'sha kasb hunarga mos qilib, ular menga onlayn jo'natishadi. Men juda xursand bo'laman bularni ko'rib. Grant ta'lim maktabining o'quvchilari har ko'rganida assalomu alaykum ustoz deb ko'pincha yo'limdan chiqishadi. Ularni tanisam, tanimasam quchoqlab qo'yaman. Sababi, chunki Grant ta'lim maktabida albatta birinchi o'rinda tarbiya turgani uchun o'zimdan o'zim xursand bo'lib ketaman-da. O'sha o'quvchilarimizni har ko'rganda mehrli ko'zlari bilan bizga mo'ltirab assalomu alaykum ustoz deganlarida yana ham xursand bo'lib ketaman-da. Yana kuchimga kuch qo'shilgandek bo'ladi. O'quvchilarimiz albatta ilmga, bilimga chanqoq, lekin tarbiya undan ham ustun turadi. Chunki o'sha o'quvchi salomini bermadimi? Qarab turaman, chunki o'rganib qolganman-da. Har bir bola salomini berib, assalomu alaykum ustoz deb o'tib ketishadi. O'sha yuqori sinf o'quvchisi bo'ladimi? Pastdagi o'quvchi, hatto bulag'on bolajonlar ham juda ham ajoyibda, ishonasizmi? Yugurib kelib, quchoq ochib assalomu alaykum deyshadi. Yo'q, ularni biz har doim mehr bilan va alaykum assalom bolajonim deb quchoqlab qo'yamiz. Va sinfimga xursand kiramanki, yana meni salom berib kutib oladigan meni qora ko'zlarim bor.